hojam, men hamma ishlarni qilib bo'ldim. Sal shoshilayotgandim. Bor yuray. Bo'pti bolam, yaxshi bor. Xo'p. Mayli, yaxshi qoling. Ehtiyot bo'l. Aha. Ne qiyshayotsanlar, ishlarni kulgili, mazaq qilasanlar. Mana darsga kechikkan paytimiz ustoz bizani jazolaydi, a? Qanaqa jazolaydi? Mana stol ko'tarasiz ko'pincha bilasizlar. O'rtoq turgin, bitta stol ko'tar. Qo'ysin-chi. Ko'tar. Kerak emas. Tur. Kerak emas. Iltimos endi turgin. Eslatmagin shuni. Mana. Mana. Boshqa jazolay bilasizlar? Lekin men ko'tarmayman. Chunki men qanaqadir taratlan emasman, to'g'rimi? Qotdingni o'zingcha-da. Vallahi bir pas jim turlar, sen ham qisib turgin. Ne vohima qilyapsan? Ne jahling chiqyapti o'zi? Adam kimyo fanidan repetitorga yozdirib qo'yganlar. Men bo'lsa kimyoni K harfini ham tushunmayman. Vrach bo'larmishman. Voy, ada, siz meni odamlar hayotini saqlab qolishimni xohlayapsizmi-da? Ha, desalar, o'sha uchun men doktor bo'lmaydi. Oy, bunaqa kuldirishdachi men Humo arenada konsert beraman deb stand-updan. O'rtoq, qiyin-o. O'zbekistonda stand-up orqali ko'tara olmaysan. Stand-up hali rivojlanmagan bo'lsa, Nima deyapsan? O'sha televideniyada stand-up ketyapti-yu. Yaqinda men video jo'natdim o'shalarga. Agar kastingdan o'tib ketib qoladigan bo'lsam, syomkalarga chiqibchi. Zezdov kutaman, zezdov. Maqossanlar, sir darsinga. Hoppa polvoni. Shunaqa qilib. Nima bu? Yo'q. Mundor aka, men semirib ketganingni qaragan. Ozish kerak, ozish. Sakra. Tepaga endi. O'rta, eski paxamiz bunaqa isqiritmasida. Da, lekinchi sen semirma. Chunki u semizlarni qiynalgan. Agar mana shu qiz menga yurib ketdi desachi, salladan kechib ketib o'rgan bo'lardim. Ertaga qondingiz strich bo'ylab kelsa ancha hozir. Hoppa. Kim bu qiz? Adashmasam 9-B sinfga kelgan yangi qiz. Adasi boyvachcha. Akasi ko'cha. Qattan biladan Zamjon arzani? Kecha Nargiz aytdi. Oho, mahallada sovchilikka yuradigan xotinlardan battar bo'lib ketsan-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr, oshxona qayerda? Oshxona shu yerdan to'g'riga yurganda. Звонок chalingancha bo'ldi. Yurmasa darsingga tezsiz borga, xo'p? Xo'p, rahmat. Sanjar, Assalomu alaykum. nega yana kech qolib kelyapsan? Uzr ustoz. Uxlab qolma. Yana bozordamidi? Mayli. Bora qol darsingga, boshqa kech qolmagin, xo'p? Rahmatsiz.
Sekinroq. Hamma yog'imni qo'l qilib tashladingiz. Uzr. Uy vazifasini bajarmasdan kelganlarni diqqatiga nazorat ish kelganda sizlar bilan boshqacha gaplashaman. Assalomu alaykum. Uzr ustoz, maylimi kirsam? Qayerda yuribsan? Nimaga kech qolding? Uxlab qolman. Nima? Kechasi bilan bola qarab chiqdingmi? Ker, o'tir joyingga. Uzunsan. Qatteding? Kecha futbol ko'rib uxlab qolman. Kecha futbol yo'qdi-ku. Manimcha nega futbolni ko'rgan? Necha? Dadam akamga aytgandek sabr qilsan ham yaqinda uylantiramiz. Nima kulgili bo'lyapti? Biz ham eshitaylik, biz ham kulaylik. Assalomu alaykum. Uzr ustoz, bezovta qilmadimi? Yo'q, bemalol. Va alaykum assalom, o'tiringlar. Xullas, keyingi dars tarix darsi bo'lmaydi. Uning o'rniga jismoniy tarbiya bo'ladi. Faqat 10-B sinf bilan birga o'tasizlar. Nima deysizlar? Voy, zo'r bo'ladi. Ana cho'rtlar bilan o'ynarkanmiz ade. Ustoz, masala shu endi. Ustoz uzr, bezovta qildim. Hali gaplashasizmi? Voy, uni o'rta yo'q bordim-ku allaqachon. Sizdan uzr so'ramoqchi edim boyagi ish uchun. Hech qisi yo'q. O'tib ketdi. Bu siznikimi? Meniki. Boydan beri qidirib yuruvdim. Uyingizga kuzatib qo'yishimga ruxsat bersangiz kiyim beraman. Siz jinnimisiz? Sizni tanimasam, Ismim Sanjar. 10-B sinfda o'qiyman. Qizim yo'q. Meni taniysiz. Ruxsat berasizmi yo qovursinmi? Bunday. bo'pti, roziman. Darsdan keyin darvozani oldida ko'rishganimizda beraman. Shep, Doni qani? Bilmayman, qizlar bilan yurgandir deb bilasanmi uni? Obbo, men lattalar bilan o'ynayman endi. Tarillashaysi, bolalar nima gap? Qatteding? Razvalkada. Yo'q, yin razvalkada. Sizlarnikida. Mamlikda o'zicha bu. Nima bo'lyapti bu yoqda? Zoller komandani yig'ilib olibsizlarmi? Sport zali pollari toza, artish shart emas, chiqib ketinglaring. Keginimiz shart qo'yishibdi-yu. Hozir yuzing bilan polni zallardasan. Stop. Nima? Nimani kelisha olmayapsizlar? Nimani bo'lisha olmayapsizlar? To'ki talashibsizlarmi? Tayyorgarligingni ko'rlaring. Sinfga sinf futbol o'ynaysanlar.
Normalniy o'yna. Qanaqa o'ynayapman men? Qo'l o'ynayapsan. Yo'q, senlar вообще o'zlaringdan ketibsanlar. Darsdan keyin maktab orqasiga aqllaring yetadimi? Yetadi. Kimni shu yerda puli bor? Uydagilar telefon qaylashib qo'yaylik. Tag'in darsdan keyin ulgurmay qolmaylik. Nima qilganing bu o'rta? Oyon tegdi qolib ketamiz hozir. Jag'imizni qo'limizga berib qaytdi, uydagilarimiz nima bu desa, odamlarni to'g'risida uyga vazifa deymizmi keyin? Qachongacha yuramiz shunaqa qilib? Ko'rasizlarmi qotgan ishini? Meni ham adam prokuror bo'lsa-chi, mashina qilib yurardim, o'rta narxbali yurtdi hozir bolalar bilasizmi? Farqi yo'q. Otasi kim bo'lishidan qat'iy nazar odam bo'lish kerak. Xohlasalaring borlaring mana, xohlamasang yo'q, o'zim boraman. Obbo, yig'ishtirgan shunaqa gaplaringni. Xullas o'rtoq, adam mahallaga chiqib kelib, mahalladagilar ketganlaridek libboyiga javob. Ishon. Sen bilaman, o'ziga. Bitta shartim bor. Vaqtingizga yetib qo'yish kerak. Yuzimga urishmasin. Bizga nazgin odam kerak. Sinfimizdan o'zi yetmaydi. Kimdan chaqirsak bo'ladi? 10 bilan chaqiraylik. 10 va? Ha, 10 Mana kip poperlarmi? Tushundimsa nima ishkalla oldin o'yinga tushib qizdirib beradimi davrani? Maktabdagi bor-borlarga aytaylik. Rozi bo'lganlar bilan darsdan keyin ko'rishamiz. Davay. Normalda. Qilamiz. Normalniy. Qilig'ingni to'g'rilagin. Normalniy, yo'q. Hammaga salom. Bugungi yig'ilishimizning sababi Baxti. Hammanglarning xabaringlar bor. Oxirgi paytda vashshe o'zidan ketvordi. O'zidan kichkinalarni ham ustidan kulib, qotib bemalol qolagan ishini qilib yuribdi. Qachongacha bu narsa davom etadi? Yoki sizlarga yo'qotdimi kimdandir gap eshitib, qo'rqib yurish? Zato tinch yurmiz-ku. Odil, soating qani qo'lingdagi uydagilaring bergan? Baxti olib qo'ydi. Sanchi? Sanga har kuni magazinga yugurish yo'qotdimi? Yo'q. Sanichi? Baxti har kuni ustingdan kulishi joningga tegmadimi? Mana ko'ryapman qanaqa tinch yurganinglarni. Keyin o'sha tinch yurganlar ham bir kun kelib tinch yura olmay qolishadi. Xavfli gap bo'ldi. Qanaqa bo'ldi o'sha tinch yurishinglar? Kulding-ku. Baxtini uzoqdan ko'rib, hidini sezishinglar bilan boshqa tarafga qarab qochib, bekinib yurish bu tinch yurishda-ya. Men hech kim majburlamayman. Xohlaganlar darsdan keyin men bilan maktab orqasiga o'tishlari mumkin. Hech narsani va'da ham bermayman. Yorug' yuz bilan qaytishimiz ham mumkin. Yoki yorilgan yuz bilan. Yoki yorilgan yuz bilan. Lekin bu yoq urushlarni tanlayinglar. Agar bugun biza yana jim bo'ladigan bo'lsak, battar bo'ladi. Lekin birlashib, bugunning o'zida ularni aqlini kirgizib qo'ysak, o'shanda hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Biza bilamizlar? Gap yo'q. O'rtoq, qiynalib qolmaymizmi? Hali ko'ramiz kim qiynalib qolishini.